Assalomu alaykum hammaga. Xayrli kun. Demak, ustozlar, attestatsiya 2025 test 1 tahlilini bugun xudo xolasa ko'rib chiqamiz. Demak, sizlarga kanalga bu testni yuklaganman. Yechgansizlar hammalaring, natijalaring bilan tanishib olgansizlar. Mana endi bugun mana shu testni to'liq tahlilini ko'rib chiqamiz. Ya'ni ushbu test namunaviy savollardan tuzilgan, ya'ni attestatsiyaga tushish ehtimoli bo'lgan savollar. Unchalik murakkab emas, undan tashqari juda ham sodda ham emas. Demak, boshladik. Birinchi savoldan tahlil qilishni boshlaymiz. Xo'p, birinchi savolimizda ushbu ifodaning qiymatini toping deyapti. Demak, birinchi ifodamizni mana bu yerga yozaman. Demak, 4003 ayru 3468 bo'lingan 34 qo'shilgan 104. Xo'p, ushbu oddiy amallar ketma-ketligi, buni hisoblash uchun birinchi navbatda mana bu nima qilamiz? 3468 ni 34 ga bo'lib olishimiz kerak. Xo'p, 34 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda natijamiz mana bu. Bo'linmamizning natijasi 102 ga teng bo'ladi. Demak, 4003 ayrilgan 102 qo'shilgan 104. Endi bu yerda bilamiz, qo'shish ayirish ketma-ket kelganda nima? Tartib bilan, ya'ni bir boshdan ishlab ketsak bo'laveradi. Demak, 4003 dan dastlab 102 ni ayiramiz, ana undan keyin qo'shib qo'yar ekanmiz 104 ni. Shunda bizda natija chiqadi 4005. Va bizda bu javobimiz C javobda turibdi mana. C javobda. Hop, ikkinchi savolga to'xtalamiz. Ifodani soddalashtiring. Demak, 56 ayrilgan 28 qo'shilgan x barobar. Xo'p, mana bu yerda yaxshilab e'tibor qaratadigan bo'lsak, ayruv ishorasidan keyin qavs kelyapti va mana shu yerda qavsni ochib yuborishimiz kerak ushbu ifodani soddalashtirish uchun. Qavsni ochib yuborganimizda mana bu ishora har ikkala ishoraga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni qavsni ochganimizda mana bu yerda 56, ana undan keyin ayruv keladi, 28 ni oldi, mana ayruvga aylanadi. Undan so'ng ayruv bilan qo'shuv to'qnashadi. Ayruv bilan qo'shuv to'qnashganda doim ayruv yutadi, ustozlar. Demak, doim ayruv yutadi. Minus x ga aylanadi mana bu yer. Demak, endi natijani hisoblaymiz. Harfiy ifoda bo'lganligi uchun sonli ifodadan sonli ifodani ayiramiz. Harfiy ifoda o'z yolg'izligicha qoladi. 56 dan 28 ayiradigan bo'lsak, 28 ayrilgan x holatda qoldiramiz ushbu misolimizni yechimini. Va bu javob bizda B javobimizda mana bor. Xo'p, yechim tushunarli. Demak, ikkinchi savolimiz javobi demak B bo'lar ekan. Xo'p, uchinchi savolga to'xtalamiz. Uchinchi savolimizda ikki sonning yig'indisi shu sonlarning ikkinchisidan 27 taga katta. Demak, ikkita sonning yig'indisi haqida gaplashaylik. Misol uchun, uchinchi savolimizda A va B sonlarining yig'indisi qandaydir S bo'lsin. Va ikki sonning yig'indisi shu sonlarning ikkinchisidan 27 ga katta. Demak, S mana bu B dan qanchaga katta ekan? 27 ga, ya'ni ikkinchisidan deyapti, shuncha 27 ga katta ekan. Demak, S ning o'rniga biz B qo'shilgan 27 yozishimiz mumkin bo'lar ekan. Birinchi son nechaga teng deb aytayapti. Ana endi mana bu yuqoridagi S ni o'rniga biz pastdagi B qo'shuv 27 ni o'rniga qo'yib ishlashimiz mumkin bo'ladi. Shunda bizda A qo'shilgan B barobar S ni o'rniga B qo'shilgan 27 ni joylashtiraman. Shunda endi mana bu B ni bu yoqqa ayruv qilib o'tishim mumkin. Bizdan A ni so'rayapti, ya'ni birinchi sonni so'rayapti. Birinchi son A barobar B qo'shuv 27 ayruv B ko'rinishga keladi. Va bu yerda mana bu B bilan minus B yo'q bo'lib ketadi va bizda A barobar 27 ko'rinishda javob qoladi. Demak, birinchi sonimiz bizda 27 ga teng ekan. To'g'ri javob D javob bo'lar ekan. To'rtinchi savolimiz. Tenglamani yeching. Demak, quyidagicha tenglama berilyapti. 29x qo'shilgan 67x barobar 30720. Xo'p, bilamiz, harfiy ifodalarda o'xshash ifodalarni qo'shib olish imkoniyatiga egamiz, ya'ni
29 ta x bilan 67 ta x ni bir-biriga qo'shish mumkin. Bu yerda son qiymatlar qo'shiladi, x esa shundayligicha yoziladi. 29 ga 67 ni qo'shadigan bo'lsak, 96x ga teng bo'lar ekan. 96x barobar 30720. Endi x ni topish uchun nima ish qilamiz? Son va harf yonma-yon kelganda bu yerda ko'paytiruv amali bor deb qaraladi har doim va x ni topish uchun albatta bo'lib qo'ysak bo'ldi. 30720 ni bo'lamiz 96 ga. Demak, mana 96 ga bo'lamiz. Bizda natija bo'ladi x barobar 320. Hop, va bu javob bizda A javobda turibdi mana. Demak, tushunarli, oddiy, sodda tenglamalardan biri. Mana shu ko'rinishda yechib qo'yar ekanmiz. Xo'p. Bizda 5-savolga to'xtalamiz. 5-savolimiz. Do'konga har birida 25 tadan daftar bo'lgan bir nechta bog'lam va yana 15 ta daftar keltirildi. Demak, bir nechta bog'lam nechtaligini bilmaymiz. Har birida nechtadan ekan? 25 tadan. Bunaqa bog'lamdan x ta biz hali bilmaymiz. Va yana nechta? 15 ta daftar keltirildi. Hammasi bo'lib 340 ta daftar keltirilgan. Magazinga hammasi bo'lib nechta bog'lam daftar keltirilgan? Demak, x so'ralyapti, to'g'rimi? Demak, hammasi bo'lib qancha keltirilgan ekan? 340 ta. Demak, mana bu bog'lamlarimni har birida 25 tadan bo'lsa va x ta bog'lam bo'lsa, bunda jami 25 x ta daftar bo'lishi kerak edi va shunga yana 15 ta daftarni qo'shsak, jami umumiy daftarlar soni 340 paydo bo'lishi kerak. Mana shu tenglamani yechib qo'ysak, bizda masala hal bo'ladi. Demak, 25x barobar 340 ayru 15. 25x barobar 325. Ana endi x ni topish uchun 325 ni bo'lib qo'yamiz 25 ga. Bizda x barobar bo'ladi. Bitta ko'ramiz. 32 ni ichida 75 ni ichida 3 ta ko'rar ekanmiz. Demak, natijamiz 13 bo'lar ekan. Demak, magazinga hammasi bo'lib 13 bog'lam daftar keltirilgan ekan va to'g'ri javob bizda B javob bo'ladi. Demak, 5-savolimiz javobi B javob bo'lar ekan. 6 ga to'xtalamiz. 6-savolimiz. To'liqsiz bo'linma 21 ga, bo'luvchi 89 ga, qoldiq esa 13 ga teng bo'lsa, bo'linuvchini toping deb aytayapti. Xo'p, boshladik. Qoldiqli bo'lish keltirilyapti. Demak, qoldiqli bo'lishda nima bo'ladi? Qandaydir A bo'linuvchini B bo'luvchiga bo'lganimizda S to'liqsiz bo'linma hamda D qoldiq qoladi bizda. Mana shu. Ya'ni bu nima edi? Qoldiqli bo'lishni formulasi edi. Va qoldiqli bo'lishni formulasiga ko'ra biz bundan bo'linuvchi A ni topish uchun bo'luvchi B ni to'liqsiz bo'linma S ga ko'paytirib D qoldiqni nima qilardik? Qo'shib qo'yar edik. Mana bu endi to'liq formula bo'ldi. Shunga asoslangan holda biz nima qilamiz? Ma'lumotlar joylashtiramiz. Hozir bizda so'ralyapti bo'linuvchi. Shuning uchun keling bo'linuvchini A ligicha qoldiramiz. A bo'lingan. Endi bo'luvchi bizda 89 ga teng ekan. Va to'liqsiz bo'linma 21 ga teng bo'lyapti hamda qoldig'imiz 13 ga teng bo'lyapti. Va mana bu formulaga asosan bo'linuvchi A ni topish uchun 89 ni 21 ga ko'paytirib 13 ni qo'shib qo'yishimiz kerak ekan. Ushbu natijani endi hisoblab qo'yadigan bo'lsak, o'sha bizda bo'linuvchimizni natijasi kelib chiqadi. Demak, 89 ni 21 ga ko'paytirib 13 ni qo'shib qo'yamiz. Bizda natija 1882 hosil bo'ladi. Mana juda ham oson savol. Faqatgina biz bilishimiz kerak nimani? Mana bu formulani, ya'ni qoidani bilishimiz shart. Demak, bizda to'g'ri javob A javob bo'lyapti. Hop, 7-savolga to'xtalamiz. 14 ning kubi ayru 93 ko'paytiruv 8. Hop, ushbu ifodaning qiymatini hisoblashimiz kerak. Hop, mana bu yerda darajaga ozgina to'xtalamiz. Demak, har qanday sonning n-chi darajasi degani shu sonni n marta o'ziga ko'paytirishimiz kerak degani, ya'ni n marta. Bizda hozir 14 ning kubi degani bu yerda
14 ko'paytiruv 14 ko'paytiruv 14 degan ma'noda kelyapti. Va buni natijasini 14 ni 3 marta o'ziga ko'paytirish orqali hisoblab olamiz. Va natija bizda bo'ladi 2744. Ayru 93 ni 8 ga ko'paytiramiz. Ko'paytirsak 744 hosil bo'ladi. Endi ayirma o'z-o'zidan juda ham oson, 2000 hosil bo'ladi. Demak, bizda 2000 degan javobimiz mana A javobda turibdi. Demak, 7-savolimiz ham mana shu ko'rinishda yechiladi. 8 ga o'tamiz. 8-savolimizda quyidagi S barobar qavsda M minus 12 bo'lingan 8 formuladan M ni toping. Bu yerda M ni qanday topamiz? Bu yerda nima qilamiz? Eng asosiy ishimiz mana bu S ni ham qandaydir son sifatida xayolan tasavvur qilib olishimiz kerak. S ham qandaydir son. Xo'p, endi tenglamani dastlab men M ni tenglamadagi, ya'ni X ni o'rnida o'zgaruvchi sifatida qarayman. Birinchi tenglamamni chap tarafini, o'ng tarafini birinchi yozaman, ya'ni qanday bo'ladi? M minus 12 bo'luv 8 barobar S. Hech narsa o'zgarmaydi bu yerda. Endi men M ni topishni harakatini qilaman. Uning uchun 8 ni bu yoqqa ko'paytirib olib o'tishim kerak. M minus 12 barobar S ko'paytirilgan 8 bo'ladi. Mana. Xo'p, endi M ni o'zini topishni nima ish qilamiz? S ko'paytirilgan 8, ya'ni natijaga 12 ni bu yoqqa olib o'tsam qo'shib bo'lib o'tadi. Plus 12 ni yozishim kerak mana. Shunda endi menda hosil bo'lyapti M barobar 8S qo'shuv 12 ko'rinishdagi formula paydo bo'lyapti. Va bu javobga yaxshilab e'tibor qaratsak, S javobda turibdi mana. Bunaqa javob bor. Ya'ni bizdan yana formula paydo bo'lishini so'rayapti. Mana shunaqangi o'zgaruvchilik formula paydo bo'ladi. Topish juda ham oson. Mana shu ko'rinishda ishlab qo'yamiz. Xo'p, 8-savolimiz demak bo'ldi. 9-savolga to'xtalamiz. 9-savolda to'g'ri to'rtburchakning eni 370, bo'yi undan 30 ga ortiq deb aytyapti. Demak, to'g'ri to'rtburchak chizamiz mana. Xo'p, eni 370, bo'yi undan 30 metrga ortiq. Demak, mana bu ko'rinishda to'g'ri to'rtburchak berilyapti. Eni 370 metrga teng ekan, bo'yi undan 30 metr ortiq bo'ladigan bo'lsa, bo'yi 400 metr bo'lar ekan. To'g'ri to'rtburchak yuzini toping va uni gektarlarda ifodalang deyapti. Demak, yuzasini topish uchun bizda A ko'paytirilgan B formula bor edi. Demak, A ni o'rniga 370, B ni o'rniga 400 joylashtiramiz. Barobar 370 ni endi 400 ga ko'paytiramiz. Natijamiz 148 ming. Hamma birliklarimiz metrda berilganligi uchun buni metr kvadrat desak bo'ladi. Mana. Xo'p, demak 148 ming metr kvadrat bo'lar ekan. Ana endi bizdan so'ralyapti gektarda va arlarda ifodalash kerak. Xo'p, biz bilamiz 1 gektarimiz 10 ming metr kvadratga teng. 1 arimiz 100 metr kvadratga teng. Demak, yana bitta nimasi bor edi? Birligimiz bor, ya'ni 1 gektarimiz nimaga teng? 100 arga ham teng, Mana shu narsani ham yozib qo'yaylik, mana. Shu uchalasini bilsak yetadi. Xo'p, endi mana 148 ming metr kvadratni 148 ming metr kvadratni men 140 ming metr kvadrat qo'shilgan 8 ming metr kvadrat qilib parchalasam bo'ladi. Endi mana 140 ming metr kvadratni gektarga aylantiryapman, ya'ni 10 mingga bo'lsam bo'ladi. Bo'ladigan bo'lsam 14 hosil bo'ladi. 14 gektarga aylanadi. Endi 8 ming metr kvadratim gektar bo'la olmaydi. Arga aylantiraman, 100 ga bo'laman. Buni 100 ga bo'ladigan bo'lsam 80 ar bo'ladi. Demak, natija bizda 14 gektar u 80 ar. Bu javobimiz bizda mana D javobda turibdi. Demak, 9-savolimiz javobi D bo'lar ekan. 10-savolga to'xtalamiz.
Hop, 10-savolimizda bo'yi va eni 6 cm dan, balandligi esa 3 cm bo'lgan to'g'ri burchakli parallelepiped sirtining yuzini va qirralar uzunliklari yig'indisini toping deb savol berilyapti. Demak, bizda to'g'ri burchakli nima ekan? Parallelepiped ekan. Mana. Hop, ushbu to'g'ri burchakli parallelepiped bor bizda. Uni bo'yi va eni 6. Demak, bo'yi ham, eni ham 6 ga teng ekan va balandligi 3 ga teng ekan. Demak, balandligimiz 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, endi biroz chizmada balandligi baland bo'lib ketdi, lekin tushunsak bo'laveradi. Hop, demak, davom ettiramiz. Sirt yuzini so'rayapti. Undan tashqari qirralari, uzunliklari yig'indisi. Hop, to'g'ri burchakli parallelepipedning sirt yuzi formulasi haqida gaplashaylik. 2 ko'paytirilgan a ko'paygan b, a ko'paygan c, b ko'paygan c ko'rinishidagi formulasi bor. Va qirra uzunliklari yig'indisi esa 4 ko'paytirilgan a plus b plus c. Mana shu. Demak, bizda formulalar tayyor. Mana shu formulaga qo'yib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni bizda endi a nimaga teng? A barobar 6, b barobar 6, c barobar 3 ga teng. Demak, formulaga joylashtiraman. Birinchi sirt yuzini topaman. 2 ko'paytirilgan a 6 ga teng, b 6 ga teng, a 6 ga teng, c 3 ga teng. b 6 ga teng, c 3 ga teng. Barobar 2 ko'paytirilgan 36 qo'shilgan 18 qo'shilgan 18. Hop, barobar 2 ko'paytirilgan 72, natija 144 santimetr kvadrat bo'lar ekan. Demak, sirt yuzimiz 144 ga teng. Endi L ni topaman. L barobar 4 ko'paytirilgan a 6, b 6, c 3. Natijamiz demak bizda 4 ko'paytirilgan 60 bo'ladi va bu 4 ko'paygan 15 bo'ladi. Natija 60 bo'ladi. 4 ko'paygan 15 barobar natija 60 santimetr. Xo'p, demak bizda javobimiz qaysi javobga to'g'ri kelyapti bunda? Bu yoqda berilgandi. 144 ga 60 A javobda berilyapti. Va mana bu formulani saqlab qo'yishlarini tavsiya qilamiz. Demak, sirt yuzi mana bu, qirra uzunliklar yig'indisi esa bu hisoblanadi. Xo'p, demak, to'g'ri javob bizda A javobga mos kelyapti. 11-savol. Xo'p, to'g'ri burchakli parallelepipedning hajmi bizda 105 cm3 ga teng. Uni eni va balandligi berilyapti. Parallelepiped bo'yi so'ralyapti. Juda ham anchagina sodda savol. Nima qilamiz? To'g'ri burchakli parallelepiped olamiz tasavvur uchun. Mana bu to'g'ri burchakli parallelepiped. Demak, uni o'lchamlari bizda berilyapti. Xo'p, hajmi v barobar 105 cm3. Demak, har qanday to'g'ri burchakli parallelepipedning o'lchamlari a, b, c deb gaplashganmiz va hajm mana shu uchala o'lchamning ko'paytmasidan tashkil topgan. A, b, c'lar. Demak, bizda to'g'ri burchakli parallelepiped eni 5, balandligi esa 3 ga teng. Shunda so'ralyapti bizdan bo'yi. Xo'p, demak, hajm 105. Enini o'rniga 5 qo'yamiz. Bo'yi noma'lum, balandligi 3 ga teng. Demak, 105 barobar 15 ko'paytirilgan b. Bundan b ni topadigan bo'lsak, 105 ni 15 ga bo'lib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Natijada b barobar 7 ga tengligi ma'lum. Xo'p, va bizda to'g'ri javob b javobda bor. Tushunarli, tushunsa bo'ladi, muammoli joyi yo'q. 12-savolga o'tamiz. Xo'p, 12-savolda amallarni bajaring degan, ya'ni qanday? Aralash kasr ko'rinishida misol kelyapti. 12,13 dan 2 ayru qavsda 8,13 dan 12 qo'shilgan 1,13 dan 5 barobar. Xo'p, e'tibor bersak, hammasida mahrajlar nima? Bir xil. Shuning uchun mahraj topishim shart emas. Birinchi o'rinda
nima qilaman? Qavsni ichini hisoblab olsam bo'ladi. Birinchi ishim. 8,13 dan 12 ga 1,13 dan 5 ni qo'shaman. Demak, birinchi mana bu 12,13 dan 2 shunday yoziladi. Ayro qavsni hisoblasam 9,13 dan 17 hosil bo'ladi. Ana endi mana bu 12,13 dan 2 ni nima qilaman? Kasr qismidan buni kasr qismini ayiradigan bo'lsam, ayrilmay qoladi. Ya'ni kichigidan kattani ayirib bo'lmaydi. Shuning uchun mana bu 12,13 dan 2 ni nima qilamiz? Butun qismini kasrga parchalab olib beramiz. Olib berish jarayoni qanday bo'ladi? Butun qismni bittaga kamaytiramiz. 11,13 dan endi haligi bitta butunni kasr ichiga qanday kirgiziladi? Mahraj necha bo'lsa, suratga shuni bir marta qo'shiladi. Ya'ni suratimiz bizda 2 ku, 2 ga 13 ni qo'shadigan bo'lsak 15 ga aylanadi mana. Mana bu narsa aralash kasrda butun qismini parchalash bo'ladi. Endi e'tibor beraylik. Kasrimiz 15 bo'lgan taqdirda ham yana 17 ni ayirib bo'lmaydi. Yana bir marta parchalaymiz. Demak, 10,13 dan necha bo'lib qoladi yana? 13 ni suratga qo'shamiz. Ya'ni 28. Mana. Ana endi yozsak bo'ladi. E'tibor berasizlar, mana bu yerda 12,13 dan 2 kasr bilan 10,13 dan 28 kasr teng hisoblanadi. Shunchaki butunini kamaytirib, kasrni noto'g'ri kasrga aylantiryapmiz, kasr qismini. Xo'p, ana endi hisoblasak bo'ladi. Demak, 10,13 dan 28 ayro 9,13 dan 17. Xo'p, ayiradigan bo'lsak 1,13 dan 11 hosil bo'lar ekan. 1,13 dan 11 kasrimiz esa bizda B javobda turibdi mana. Xo'p, 12-savolimiz ham tayyor. 13-savolimizga to'xtalamiz. 13-savolda aytayaptiki, n ning shunday 3 ta qiymatini topingki, n taqsim 23 noto'g'ri kasr 26 taqsim 23 kasrdan kichik bo'lsin. Demak, kasrlar taqqoslanganda mahraj bir xil bo'lsa, surat kattasi katta bo'laveradi. Endi n ni o'rniga biz turli xil qiymatlar qo'yishimiz mumkin va nechta qiymatida deyapti, shu kasrdan kichik bo'lsin. Va mana bu qanaqa kasrligi aytilyapti? Noto'g'ri. Noto'g'ri kasrligi ham aytilyapti. Noto'g'ri kasr bo'lish uchun surati mahrajiga teng yoki undan katta bo'lishi kerak. To'g'rimi? Demak, surati mahrajiga teng bo'ladigan bo'lsa, n ni o'rniga 23 qiymat qo'yishimiz ham mumkin. Shunda bizda 23 taqsim 23 kasr paydo bo'ladi. Keyingisi n ni o'rniga 24, n ni o'rniga 25 qo'yishimiz mumkin. Shunda bizda 24 taqsim 23 va 25 taqsim 23 kasrlar paydo bo'ladi. Demak, biz n ni o'rniga 23, 24, 25 qiymatlari qo'yishimiz mumkin. Shunda 26 taqsim 23 dan kichik va noto'g'ri kasrlar paydo bo'ladi va javob bizda A javobda turibdi mana. 23, 24, 25. Xo'p, 14-savol. X ning qanday natural qiymatlarda qo'sh tengchilik o'rinli bo'ladi deb aytayapti. Demak, natural qiymatlari deb aytayapti, shunga e'tibor beramiz. Demak, 98,3 dan katta ekan, x va kichik ekan 101 dan. Demak, 98,3 dan keyin keladigan natural son bu 99 hisoblanadi. Undan keyin 100 va undan keyin 101. Demak, 101 qiymat ola olmaydi, chunki mana bu yerda tengligi bo'lganda olsa bo'lar, tengligi yo'qligi uchun olmaymiz bu narsani. Demak, bizda 99 va 100 degan ikkita qiymatimiz bor ekan, bu esa D javobda bor bizda. 98 qiymati ola olmaymiz, chunki 98,3 undan katta hisoblanadi. Xo'p, 15-savolga yetib keldik. 15-savolda ikkita birlik, ikkita birlik, 7 ta yuzlik, 5 ta o'nlik hamda 6 ta minglik. Shulardan iborat sonni yozing. Eng kattasi 6 ta minglik, demak 6000 mana
plus yuzliklar 7 ta 700 plus o'nliklar 5 ta 50 bo'ladi plus 2. Natija 6752 soni hosil bo'ladi mana shu ko'rinishda. 6752. Ha, bu javoblarda bunaqa javob yo'q. Bu uzr, savolni o'qishda ozgina xatolikka yo'l qo'yibman. Demak, bu o'nli kasr paydo bo'lar ekan bunda. 100 dan birlar, 10 dan birlar degan joyga e'tibor qaratamiz. Boshqa savol deb o'ylabman. Demak, ikkita birlik. Demak, birlar xonasiga necha qo'yaman? 2 ni joylashtiraman. O'nliklar 3 ta ekan. Demak, o'nlar xonasiga 3 ni joylashtiraman. Endi 100 dan birlar xonasi, verguldan keyin birinchi kelgan xona 10 dan birlar xonasi, ikkinchisi 100 dan birlar, 1000 dan birlar xonasi ketadi, to'g'rimi? Demak, 100 dan birlar xonasiga 7 ni joylashtiraman. 10 dan birlar xonasiga esa 5 ni joylashtiraman, 1000 dan birlar xonasiga mana 6 ni joylashtiraman. Va menda 32.1576 soni hosil bo'ladi. Va bu javob B javobda bor. Juda ham ajoyib savol ekan. Demak, doim esda saqlaymiz, verguldan keyingi birinchi xona 10 dan deb o'qiladi. Ikkinchi xona 100 dan deb o'qiladi. Va uchinchi xonamiz 1000 dan. Davom etib ketaveradi mana shu ko'rinishda. 1000 dan. 10 dan birlar, 100 dan birlar, 1000 dan birlar xonasi ketadi. Ya'ni bu yoqda o'ng tarafga qarab oshib boradi o'qilish jarayoni. Xo'p, 15-savolimizda bizda B javob bo'lyapti. 16-savolga o'tamiz. 16-savolimizda tenglamani yeching. Demak, 13.2 ayrilgan 5.7 qo'shilgan x barobar 3.9 ko'rinishda tenglama berilyapti. Xo'p, ushbu tenglamani yechish uchun dastlab mana bu qavsni shundayligicha olib tushamiz. 5.7 qo'shilgan x barobar bu yoqda 13.2 dan ayiramiz 3.9 ni. 5.7 qo'shilgan x barobar ayirmani hisoblaydigan bo'lsak, demak 3 bo'ladi bu yoqda 12 dan 3 ta ayiradigan bo'lsak 9.3. X topish uchun 9.3 dan ayiramiz 5.7 ni x barobar. Xo'p, 6 yu 3. 3.6 bo'lar ekan. Demak, javob C javob. Oddiy tenglama, faqatgina o'nli kasr berilyapti, xolos. 17-savolga to'xtalamiz. 17-savolda mana bunday son berilyapti. Ya'ni 6732.5941 sonini 1000 dan birlar xonasigacha yaxlitlang. Demak, 1000 dan birlar xonasida qaysi son turibdi? Birinchisi 10 dan birlar, 100 dan birlar, 1000 dan birlar. Demak, 1000 dan birlar xonasida 4 turibdi. Shu xonagacha yaxlitlash kerak. Bu xonadan keyingi raqamga e'tibor beramiz. 1 bo'lganligi uchun bu 1000 dan birlar xonasiga hech qanday qiymat qo'shib bermaydi, shunchaki o'chiriladi, xolos. Ya'ni bizda qanaqa son paydo bo'ladi? Demak, buni yaxlitlaganimizda 6792.594 va so'ngida 1 ni o'rnini tashlab yuboramiz, 0 ga aylantiramiz va 0 ni verguldan keyin eng so'ngida kelsa yozmasligimiz ham mumkin. Demak, javobimiz mana shu ko'rinishda qoladi. Javoblarga e'tibor bersak, A javobda shu 0 ni yozmagan va to'g'ri javob A bo'ladi. Demak, xulosa qilsak bo'ladi, har qanday o'nli kasr berilganda, o'nli kasrni, masalan 3.2 orqasiga bir nechta 0 qiymat qo'ysak ham, qo'ymasak ham qizig'i yo'q. Hech qanday qiymatga ta'sir ko'rsatmaydi. Demak, 18-savolimiz. Ifodani soddalashtiring. 3.4 10dan 4n qo'shilgan 4.7n ayru 2.1n. Bu yerda hammasi o'xshash ifoda bo'lganligi uchun nima qilamiz? Taqsimot qonunidan foydalansak ham bo'ladi. Ya'ni koeffitsiyentlarni alohida hisoblab 4.7 ayru 1. Mana bu n ni oldida 1 bor degani. Ayru 2 dan 1 qilib oxirida n ga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. Demak, 3 4 ga 4 7 ni qo'shadigan bo'lsak 8 u 1, undan 1 da ayirsak 7 u 1 va 2 u 1 da ayirsak 5 hosil bo'ladi. Demak, 5 n ga teng bo'lar ekan. Natija demak B javob. 19-savol. X barobar 10.000 bo'lsa deyapti.
15,653 x ning qiymatini toping deyapti. Demak, mana bu ifodaning qiymatini topish uchun x ning o'rniga 10.000 qo'yib hisoblab qo'ysak bo'ldi. Demak, 10.000 qo'yadigan bo'lsak, 15,653 ni nima qilamiz? Ko'paytirib qo'yamiz 10.000 ga. Barobar. Xo'p, 10.000 ga ko'paytirganda qanaqa hodisa ro'y beradi? Mana bu o'nlik kasrni 10, 100, 1000 ga ko'paytirganda virgul nima bo'ladi? Nechta nol bo'lsa, o'ng tarafga shuncha suriladi. Ya'ni biz hozir virgulimizni mana bitta nolni o'chirib, bu yoqqa bitta suramiz. Yana bitta nolni o'chirib, yana bitta suramiz. Yana bitta nolni o'chirib, yana bitta suramiz. Suradigan joy qolmadi. Endi shunchaki 15.653 ni 10 ga ko'paytirish son qoldi. Demak, javobimiz 15.653 ni 10 ga ko'paytirsak, orqasiga bitta nol qo'shib qo'ysak bo'ldi. Demak, 156.530 soni hosil bo'lar ekan. Bu javob bizda C javobda turibdi. 19-savolimiz shunday. 20 ga to'xtalamiz. 20-savolimiz 28 ko'paytirilgan 0,24 qo'shilgan 28 ko'paytirilgan 0,26. Xo'p, ushbu savolda e'tibor bersak, ikkala ko'paytmamda ham 28 soni bor. Demak, taqsimot qonuniga ko'ra umumiy ko'paytuvchini qasddan tashqariga chiqarishimiz mumkin. 0,24 qo'shilgan 0,26 barobar 0,24 ga 0,26 ni qo'shadigan bo'lsak 28 ko'paytirilgan yig'indimiz necha bo'ladi? 0,10 ga teng bo'ladi. 28 ni 0,5 ga ko'paytirish juda ham oson. Natija 14 ga teng bo'ladi va bizda A javobda bor bu javobimiz. 21-savol. Ikki velosipedchi bir-biriga qarab harakatlanmoqda. Demak, ikkita velosipedchi bir-biriga qarab harakatlanyapti. Bu yoqqa, bunisi esa bu yoqqa. Mana. Xo'p, davom ettiramiz. Demak, ularning birining tezligi 13. Demak, 13 km/soat tezlik bilan harakatlanyapti. Ikkinchisi esa 14 km/soat tezlik bilan harakatlanyapti. Hozir ular orasidagi masofa 10 km bo'lsa, 0,3 soatdan keyin ular orasidagi masofa so'ralyapti. Demak, ular orasidagi masofa 10 km ga teng ekan. Endi 0,3 soat vaqt o'tganda ular qayerga keladi? Ya'ni ikkalasi umumiy qancha masofa bosib o'tadi? Tezliklar o'zaro qarama-qarshi holatda bo'lganda nima bo'lardi? Tezliklarimiz qo'shilar edi. Shunga ko'ra, demak, ular bosib o'tgan yo'lni hisoblashimiz uchun tezliklarni qo'shib vaqtga ko'paytirsak yetarli bo'ladi. Demak, bosib o'tilgan masofani topish uchun tezlikni vaqtga ko'paytirishimiz kerak. Demak, masofani topamiz. Dastlab bular o'sha 0,13 soatda mana bu yerga keladi. Birinchisi, ikkinchisi mana bu yerga keladi va bizda buni oradagi masofa so'ralyapti. Buni topish uchun ikkalasini umumiy bosib o'tgan yo'li mana bu yo'l bilan bunisini bosib o'tgan yo'li mana bu yo'lni qo'shib, ondan, ya'ni jam masofa 10 kilometrdan ayirib qo'ysak bo'ldi. Demak, mana shu ikkala sini bosib o'tgan yo'lini yig'indisini topamiz. Uning uchun tezliklarini qo'shib vaqtga ko'paytirsak bo'ldi. Tezliklarimiz birinchisining tezligi 13, ikkinchisining tezligi 14 va vaqt bizda 0,3 soat. Demak, 0,13 ga ko'paytiramiz. 13 ga 14 27 ko'paytirilgan 0,3 bo'ladi. 27 ni 0,13 ga ko'paytiradigan bo'lsak 8,1 kilometr chiqadi. Demak, ular 0,13 soatda ikkalasi birgalikda, ya'ni jami 8,1 kilometr bosib o'tishar ekan. Va oradagi masofa jami 10 kilometr bo'lganligidan qancha masofa qolganligini, ya'ni x topish uchun mana shu 10 dan 8,1 da ayirib qo'yamiz. Natija 1,9 kilometr bo'ladi. Va bu javob bizda C javobda bor. Mana C. Demak, 21-savolimiz C bo'lar ekan. Xo'p, 22-savolga to'xtalamiz. Tomorqa butun maydonning 9 dan 4 qismini tashkil qiladi. Demak, bizda butun maydon bor.
Bu maydonni qanchadir qismi hovli, qanchadir qismi uy-joy bo'lishi mumkin va 9 dan 4 qismi nimaga teng ekan? Tomorqaga teng ekan. Butun maydonni mana bu ko'rinishda. Demak, mana bu yer tomorqa hisoblanadi. Agar tomorqa 7,2 gektar bo'lsa, demak tomorqamiz 7,2 gektar ga teng ekan. Butun maydon qancha? Demak, tomorqa butun maydonni qancha qismini tashkil qilyapti edi? 9 dan 4 qismini. Butun maydonni yuzasini x desak, mana shu x ni 9 dan 4 qismi qanchaga teng ekan? 7,2 ga teng ekan deb tenglama tuzamiz. Endi x topsak bo'ldi. 7,2 mana bu yerda mana shu 7,2 ni ham nima desak bo'ladi? Kasr ko'rinishga o'tkazib olsak, hisob kitob uchun juda ham qulay ekan. Yoki proporsiyada ishlashimiz mumkin, juda ham usullari ko'p, lekin biz kasr ko'rinishga o'tkazib ishlaymiz. 7,2 degani nima degani? 72 ni taqsim 10 degani. Ya'ni 72 ni 10 ga bo'lsak 7,2 chiqadi. Ana endi 72 taqsim 10 ni bo'lamiz nimaga? 9 dan 4 ga. Kasrni kasrga bo'lishda birinchi kasr o'z holicha o'tadi, ikkinchi kasr teskarisiga almashib, ko'paytiruvga aylanadi o'rtadagi amal. Va qisqarish holatlari bo'lsa, qisqartirib qo'yamiz. Ya'ni qanday? 72 va 4 ni qisqartirishimiz mumkin 4 ga. Bu yerda 1 qoladi, bu yerda 19. 19 ni 9 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 171 hosil bo'ladi. Hop. Yo'q, mana bu yerda 19 emas, ko'p 72 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak 18 bo'ladi. Mana shu yerda ozgina xatolik ketdi. Ya'ni mana bu yerimiz bizda 18. Ya'ni 18 ni 9 ga ko'paytiramiz, mahraj desa 10 qoladi. 18 9 ga ko'paytirsak 56 yu 72 162 bo'lar ekan. Demak, 162 taqsim 10. Endi 10 ga bo'lganda vergul suriladi. Qaysi tarafga? Chapga nechta 0 bo'lsa shuncha. Ya'ni 16,2 gektar bo'lar ekan mana. Bizda bu javob D javobda. Yigirma 23-savolga to'xtalamiz. Xo'p, 23-savolimizda to'g'ri to'rtburchakning bo'yi Xo'p, demak bizda to'g'ri to'rtburchak ekan mana. Xo'p, uning bo'yi 27,2 cm ga teng. Eni esa undan 8 marta kichik. Xo'p, demak mana bunday qilamiz. Bo'yimiz 27,2 ga teng. Eni undan 8 marta kichik bo'lsa 8 ga bo'lamiz. 27,2 ni bo'lamiz 8 ga. 3 ta ko'ramiz. 24 42 nechida 24 bo'lsa 32 nechida esa 4 ta bor. Demak 3,4 ga teng ekan eni. Mana. To'rtburchak perimetri. Ya'ni perimetr topish uchun nima ish qilardik? Bo'yini eniga qo'shib turib 2 ga ko'paytirib qo'yishimiz kerak edi. 2 ko'paytirilgan bo'yi bizda 27,2 qo'shuv 3,4 barobar 2 ni ko'paytiramiz. 27,2 ga 3 4 qo'shadigan bo'lsak 6 30,6 bo'lar ekan. Endi buni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 70 yo'q. 61,2 hosil bo'ladi. 61,2. Va bizda bu A javobda bor. 24-savolimiz. 24da oddiy tenglama beriladi. Tenglamani yeching. Faqat o'nli kasrda 18,63 bo'lingan 4,3 qo'shilgan m barobar 2,3. Xo'p, bu yerda noma'lum o'rtada kelganda nima qilardik? Bo'lish bo'lsa ham bo'lib topardik. Ya'ni 4,3 qo'shib m ni shundayligicha olib tushamiz va bu yoqda 18,63 ni bo'lishimiz kerak 2,3 ga. Xo'p, bo'linmani mana bu yerga chiroyli qilib ishlab olamiz. Qanday bo'ladi? Ya'ni 18,3
18,63 bo'lingan 2,3. Men e'tibor bersalaring, bo'linmani kasr ko'rinishda ifodaladim. Endi yuqoridan vergulni chapga o'ngga bitta, ikkita sursam verguldan qutulaman. Ya'ni menda 1863 hosil bo'ladi. Endi suratdan nechta sursak vergulni o'ngga mahrajdan shuncha surish kerak. Mahrajda men bitta surdim, boshqa surgan son yo'q. Son yo'q bo'lsa 0 berib yana bitta suramiz. Shunda menda 230 soni hosil bo'ladi. Ana endi 1863 ni 230 ga bo'lamiz. 1863 ni bo'lamiz 230 ga. Hop. Bu yerda nechta ko'ramiz? 9 ta ko'rsak oshib ketadi, 8 ta ko'ramiz. 8 kara 0. 0. 8 kara 3 24, 2 yo'da 8 kara 2 16, dildagi 2 bilan 18 bo'lar ekan. Ayiradigan bo'lsak natijamiz 3 2, 23 hosil bo'ladi. Ana endi 23 ning ichida 230 talikdan yo'q, shuning uchun qarzga 0 olamiz va qarzga olganligimiz uchun vergul qo'yiladi. 230 ichida bitta bor, 230 ayirsak 0, demak javob 8,1 bo'lar ekan. Demak mana bu yerga 8,1 ni joylashtirsak bo'ladi. Demak endi 4,3 qo'shilgan m barobar 8,1 ekan. Bundan m ni topadigan bo'lsak, ayirib qo'yamiz. 8,1 dan ayiramiz 4,3 ni. M barobar 3,8 hosil bo'ladi va bizda bu D javobda berilyapti. Va so'nggi savolimiz 25-savolga yetib keldik. Bizda ABC uchburchak berilyapti ekan, demak ABC uchburchakdan foydalanamiz. Mana shunday. ABC. Xo'p, buni perimetri berilyapti. ABC uchburchagimiz perimetri 18 ga teng ekan. AB tomon AC tomondan 1,5 marta katta. Demak, AB AC tomonlarni mana bu ko'rinishda keltirib olamiz. Demak, uzunrog'i AB tomon bo'lar ekan. Demak, ABC ko'rinishda qiladigan bo'lsak, mana endi AB tomon AC tomondan 1,5 marta katta. Demak, qaysi biri kichkina bo'ladi? AC tomonni x desak, bu 1,5x bo'lar ekan mana. Va BC esa AC dan 0,5 cm ga katta. Demak, mana bu BC tomon AC dan 0,5 cm ga katta. Demak, x ga qo'shamiz 0,5 ni. Shu holatga keldi. Endi ABC uchburchak uchala tomon uzunligini toping deyapti. Bizda uchala tomoni ham x ga bog'liq ifodalar. Buni nima qilamiz? Perimetrdan foydalanib topib olamiz. Demak, x plus 0,5 qo'shib 1,5 x larning yig'indisi nimani beradi? Uchburchak perimetrini va bu 18 ga teng. X 1,5x. Demak, 2x u 3,5x barobar 18 ayru 0,5. 3,5x barobar 16,5. 17,5. Shunchaki yarim ayiryapmiz aytganchilik. Demak, 17,5. X topamiz, 17,5 ni bo'lamiz 3,5 ga. Demak, 17,5 bo'lib 3,5. Vergul bittadan 10 ga sursam 175 ga aylanadi bu. Bu esa 35 ga. 175 ni endi 35 ga bo'lsam bo'ladi. Javob 5 hosil bo'lar ekan. Demak, x barobar 5 ga teng ekan. X 5 ga teng degani bizda AC tomon 5 ga teng degani. Ya'ni chunki AC tomonimiz bizda nima edi? Mana x ga teng edi. Endi AB tomonimiz esa x plus 1,5x ga teng. Demak, 1,5 ni nima qilamiz? 5 ga ko'paytirib qo'yamiz. Natija 7,5 hosil bo'ladi. Demak, AB tomonimiz 7,5 ga teng ekan va BC tomonimiz esa 5 x ga nima qo'shishimiz kerak edi? Ya'ni yarimni. X'imiz bizda 5, shunga yarimni qo'shadigan bo'lsak 5,5 hosil bo'ladi. Ya'ni demak BC 5,5 ga teng ekan. Va bu javobni endi javoblarga tekshirib qo'yamiz. 6, 7,5, 5,5. Bunaqa javob bizda A javobda bor ekan. Mana A javobda deb belgilab qo'yamiz. Demak, boshlang'ich matematika kanalimizga
yuklangan 25 talik testimiz tahlili mana shulardan iborat. Hammasini bittalab ko'rib chiqdik. Savollar anchagina sifatli, yaxshi savollar. Bularni albatta ko'rib, o'z kamchiliklarini to'g'rilab olishlarini tavsiya qilamiz. Undan tashqari, bugun Xudo xolasa kanalga yangi test yukladik va ertaga uni ham tahlilini chiqaramiz. Demak, kanallarimizni kuzatib boring. Xudo xolasa attestatsiyagacha sizlarga mana shunday testlar va ularning tahlillarini ulashib boramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling.